Hammaga salom do'stlar, sizlarga video avvalda yana bir kanalni tavsiya qilib o'taman. Ramzis kanali. Do'stlar, bu yerda Minecraft haqidagi juda ham qiziqarli videolarni tomosha qilishingiz mumkin. Kelinglar unga 2000 ta undan chiqishga yordam beramiz. O'ylaymanki, qo'limizdan keladi va shu tariqa mendan ham salom aytib qo'yinglar. Shunda aktivi biroz ko'tariladi va bizdan katta yordam bo'lgan bo'ladi. Ссылка opsiyada va tepadagi yozuvni bosib o'tishingiz mumkin. Agarda sizlarning YouTube kanalingizga shunaqa ajoyib reklama kerak bo'lsa, Telegram botimga murojaat qilinglar. Jinurson, nima bo'lyapti o'zi? Bilmasam, menimcha banditlar keldi. Banditlar nima uchun lekin? Bizni olib ketishing kerak. Garajdagilar, bilaman, Fred, o'sha yerdasan. Qarzingni tezroq qaytar. Aks holda shu garajingni ham o'zingni ham tushunarli. Demak, hammasiga siz aybdor. Nima qilamiz? Bilmasam, sen chalib tur, men biror mo'yla topaman. Yaxshisi, garajni portlatib yuboramiz. Portlatamiz? Ha, meni signalimga ko'ra, meni uyimga qarab yugurasan. Men allaqachon o'sha yerda bo'laman. Hozir bu yerda ozgina benzin bor, o'shani tayyorlab qo'yaman. Sen asosiysi chiqib chalg'itib tur, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Keyin esa orqangdan kelasan. Yaxshi. Yigitlar. Hammangiz qurollanib olgansizlar-ku. Ish qilib meni otib qo'ymasanglar bo'ldi. O'zi, amakimdan sizlarga nima kerak? Bizdan juda ham katta qarzi bor. Qarzi? Ha, bizdan juda ham ko'p qarz olgan, lekin anchadan beri qaytarmayapti. Demak, Fred amaki sizlardan qarz olgan, shundaymi? O'zi qancha olgan u sizlardan? Qaytarib berasanmi? Balki qaytarib beraman, kim biladi. Unda bo'la qol, qaytarib ber. Yaxshi, qaytarib beraman. Sizlar aytsanglar bo'ldi. $3000. $3000. Xo'p, hozir hammasini qaytarib beraman. Orqamda yuringlar. Garajda pullar turibdi. Yaxshi. Kelinglar. Bora qol yoniga, qo'y. Mike, yoniga bor. Okey, qani ko'rsatchi. Yaxshi, hammamiz boramiz. Yaxshi, kela qolinglar. Pullarni barchasi garajda turibdi, o'sha yerdagi shkafda. Bo'la qol, bizga ko'rsat. Bo'ldi, qochdim. Voy, qayoqqa? Jinurson. Bo'ldi. Amakimniki Jinurson. Jinur eshikni yopmabman. Mayli. Ulguraman. Kelishyapti. Yo'q, eshikni ochiq qoldirdim. Mayli. Jinurson o'qlar bor, yaxshi. O'ldirib qo'ydim. Mayli, hech qisi yo'q. Ular meni o'ldirishmoqchi edi. Umid qilamanki, hozir orqamdan kelishmaydi. Nima qilding? Yigitlarimning barchasini o'ldirding. Nima? Sen o'ylaysanki, seni o'ldirmaymanmi? O'ldirishga harakat qilishing mumkin, lekin eshikning orqasida turibman. Agar bir marta o'tadigan bo'lsang, o'zing ham o'qiysan. Shuning uchun Jinurson, senga farqi yo'qmi deyman? Yo'q, men o'ldiraman seni. Bo'la qol. Jinurson, zombi hayvonlar. O'zlariga kelishgan bo'lsa kerak. Mayli, men hali qaytib beraman. Unutma. Bo'pti. Ko'rishamiz hali. Keta qol. Menimcha tirik qoldik, lekin indamasdan otib yubordi. Yaxshi, men yig'ilishga ulgurdim. Jinurson, amaki nima bo'ldi? Anavi otib qo'ydi. Qanaqasiga? Eshik ortidagi. Ana yerdan o'tganda bu yerdan kelib sizga tekkan. Jinurson, xo'sh, endi nima qilamiz? Bilmasam, endi iloji yo'q. Mayli. Xo'sh. Robdan xabar kelibdi. Hozir 1 daqiqa. Men qon yo'qotib bo'lay, sen esa Rob bilan gaplash. 1 daqiqa, xo'sh. Allo, Rob, nima bo'ldi? Yordaming kerak. Men kasalxonadasan? Ichida zombilar tiqilib yotibdi. Ichi to'la. Bo'ldi. Tushundim, hozir yetib boramiz amakim bilan. Mana yaxshi imkon tug'ildi. Robni ham qutqaramiz, sizni ham davolaymiz. Zombi hayvonlar dedi, balki ichkarida hech kim tirik qolmagandir. Agar tirik qolmagan bo'lsa ham, dorilarni topib biror nima qilishimiz mumkin. Bandit aytgandek, ko'chada zombi hayvonlar bo'lsa, men hozir hammasini o'ldirib kelaman. Bo'la qol. Jinurson, boshimizga shuncha tashvish. Meni ko'rdi. Jinurson qarab turibdi. Nima qilsam ekan? Mayli, nima bo'lsa bo'ldi. Chiqaman va hammasi kelyapti. Itlar ham bor. Ulgurdim. Yaxshimki, bir nechta o'qda o'lishadi xolos. Jinurson ko'rmayapman. Yo'q, shunchaki go'sht ekan. Okey. Menimcha zombi hayvonlarni go'shtini yemaga ma'qul. O'qlash kerak. Bo'ldi, yaxshi. Bu yerda yo'q zombi hayvonlar. Zombi kuchukcha. Jinurson, lekin men ishlab olmadi. Yaxshi. Zombi kuchukcha. Zombi tovuq. Bo'ldi. Yana zombi sigir. Jinurson, buni kattaligini mana. Ola qolgani, qochib ketdi. Okey, qani. Bo'ldi, sari headshot bo'ldi. Yana bittasi qani. Yaxshi. 2 martada yo'q o'ldirdik va bu yerda ham tovuqlar, kuchuklar, Jinurson bularning ko'pliginicha. Mayli, yaxshi, uni qizga. Bo'ldi. Yana mana tovuq ham kelyapti. Bo'ldi.
Yaxshi do'stlar. Nima deb o'ylaysizlar? Yana qanaqangi hayvonlar zombilarga aylanar ekan? Bizda hozircha sigirlar, kuchuklar va tovuqlar bor xolos. Menimcha yaqin orada qo'ylar ham zombilarga aylanib boshlasa kerak. Chunki sog'lom qo'ylarni bir necha marta ko'rdim, lekin kasallangan qo'ylarga hali beri ko'zim tushmadi. Xo'sh, bo'ldi. Amakimni chaqirsak bo'ladi, eshikni yopib qo'yaman. Qavatdan yashirib qo'ydim. Amaki, hammasi tayyor. Jennerson, bizga yordamga harbiylar kelishar ekan. Televizorda aytishdi, der. Ajoyib bo'libdi-ku. Demakki, hozir sizni davolaymiz va garajda qola olmaymiz. Bu yerda ham qolaymiz, chunki banditlar qaytishi mumkin. Men uyimga boramiz. Sizni davolagandan keyin Robni olib. Yura qoling. Mayli. Bo'ldi. Tashvishlar bor, lekin yechimlar ham bu muammolarga topilyapti. Zombilar yo'q. Okey, amaki, kela qoling. Xo'sh, Nurson. Mayli, narsalarni yig'ishtirayotgandir. Axir bu uydan ketishimizga to'g'ri kelyapti. Okey. Do'stlar, zombilarni ko'rmayapman. Menimcha hattoki sizlar bilan salomlashishga ham ulgurmadim. Hammaga salom do'stlar. Mana shunaqangi videoni o'rtasida bo'lsa ham, chunki zombi hayvonlar, banditlar, xullas bu juda ham qiyin bo'lyapti. Lekin umid qilamanki, tirik qolamiz. Amaki, ehtiyot bo'ling, agar zombi hayvonlarni ko'rsangiz menga ayting. Aytaman albatta. Xo'sh, bu yerda. Ana ko'ryapman sigir. Menimcha sigir juda ham yomon ishlasa kerak, agar yonimga kelib qolsa. Xo'sh, bu yerda tovuqlar, meni tovuqlar 1-2 marta cho'kib olishga, kuchuklar ham tishlashga harakat qilishgan, ammo mendagi kiyimlarni deb ishlay olisholmagan. Bu yaxshi, menga ham biror nima kerak edi. Xo'sh, eshik qulf ekan. Jennerson, endi nima qilamiz? Bilmasam, buzib ko'r, xuddi filmlardagi ot qulfni. Balki biror bir deraza ochiqdir. Yo'q, bu derazadan aniq sig'maymiz. Mayli. Hozir siz aytgandek qilib ko'raman. Umid qilamanki, hammasi ish beradi. Ish beradi. Jennerson. Ish berdi. Albatta. Yaxshi. Xo'sh, bu yerda zombilar bor ekanmi? Pistoletni olib olaman. Meni ko'rdi. Bo'ldi. Menga yugurib keladi deb o'ylagandim, lekin joyida qotib turibdi. Okey, bu yerda lekin ular juda ham ko'p bo'lsa kerak. Meni qutqarishga kelishdi. Rob, Senmi? o'sha yerdamisan? Eng oxirgi xonadaman. Meni qutqar iltimos. Xo'p, bu yerda zombilar ko'pmi? Ikkinchi qavat ham, birinchi qavat ham to'lib ketgan. Chindan. Bo'ldi. Bu ikkinchisi ham. Yonidan olibdim. Mayli, unda hozir qavatlarni tozalab chiqamiz. Yo'q. Yana bittasi. Yaxshi. Der, qara tovuq. O'zi kelyapti. Yo'q, tovuq. Ko'zingga qara, bu yerda tovuqlar ko'p ekan. Yana bittasi. Hozir. Jennerson. Katta rahmat. Ko'zingga qarab yur. Xo'p. Mayli, ikkinchi qavatda. Sigir. Endigina sakramoqchi edi-ya. Yana bittasi kelibdi. Bo'ldi. Bor ekanmi bu yerda? Juda ham ko'p menimcha. Yoki yo'q. Xo'sh, bu yer bo'sh. Bo'sh. Bu yer ham bo'sh va Meni o'ldirmanglar. Iltimos, men oddiy shifokorman. Bizga shifokor kerak edi, juda ham kerak edi bizga shifokor. Bilasizmi, amakim yaralangan, yordam bera olasizmi? Albatta, yordam bera olaman. Zombilarni o'ldirdingizmi? O'ldirdik, Jennerson. Bittasi qolib ketdi. Bo'ldi. Yana bittasi. Amaki yoningizdan o'tib ketdi. O'ldirardim, ammo yaralanganman. Janob, amakingizga men hozirroq shu yerda yordam beraman. Siz esa pastga tushishingiz mumkin. Xo'p, mayli, men Robning yoniga tushaman. Sizlar bu yerda davolanib turinglar. Yo'q. Mayli. Xo'sh, hamma yoqda zombi hayvonlar. Okey. Rob, yaxshimisan? Meni qutqarishga kelishingni bilardim, do'stim. Hech qisi yo'q. Albatta kelaman-da. Xo'sh, bu yerlarni yopib tashlabsan, yaxshi. Albatta, qo'shnilarimni yeb qo'yishdi. Tushunaman. Menimcha qo'shnilarimni yeb qo'yishgan. Hozir bu balo qayerdan paydo bo'ldi? Bilmasam, ertalab radioni yoqib eshitib ko'rsam, aytishdiki zombi hayvonlar. Avvalga ishonmadim, keyin esa eshik ochiq qolganda hozir shkaflar bilan to'sib kelaman. Yaxshi. Keyin nima bo'ldi? Keyin ishonmadim, ko'chaga chiqib qaradim, hammasi o'z joyida edi. Tunda esa derazam ostida qanaqadir bomj o'tirgan ekan. Uni esa zombitlar g'ajib tashlashdi. Yomon bo'libdi. Ana o'shanda tushundimki, bularning hammasi hech qanaqangi vahima emas va hammasi rost. Shundan keyin amakimning yoniga garajga bordim. Bizni esa u yerda banditlar tutib olishdi va banditlarni portlatib yubordi. Yurchi, o'zi amakim nima qilyapti ekanlar. Keyin nima bo'ldi? Keyin banditlardan qochib ketdik, ularni portlatib qanaqa tushunmadim, qanaqasiga bunday bo'ldi? Shifokor qani? Shifokor o'sha yerda dorilarni tayyorlayapti.
Yaxshi. Yo-mayo, amaki Rob, qanaqasiga mendan avval kelyapsizlar? Sekin sekin ishlayotgandir. Bo'lishi mumkin. Mayli bo'lmasa, sizlar ishingizni qilaveringlar. Men hozir shifokorni topib kelaman. Dorilarni qidirib ketdi dedim-ku. Shunaqami? Ha, aytganingiz unda nima qilamiz hozir? Shunchaki kutamiz. Balki siz bir joyga o'tirarsiz, hamma yoqda yuravermasin. Gaping to'g'ridir. O'qni chiqarib olib, yarani yuvib, yaxshilab bog'lab qo'ydim. Endi birinchi kun yotsalar bo'lgani, hammasi o'tib ketadi. Ko'rmaganday bo'lib ketadilar. Der, endi qayerda yashaymiz? Aytgancha doktor, biz bilan ketishni istamaysizmi? Bizga yordam bergan bo'lardingiz. Ketgan bo'lardim, ammo shu yerda qolishim kerak. Chunki sizlardan boshqa odamlar ham kelishi mumkin. To'g'ri aytasiz. Shifokorlik burchingiz. Biz esa unda qayta qolaylik. Sizga katta rahmat. Sizlarga ham axir meni qutqarib qoldinglar. Bo'pti. Men hozir tozalab kelaman. Agar zombilar bo'lsa, sizlar kutib turinglar yoki kelaveringlar. Asta sekin orqangdan boramiz. Yaxshi, kelishyapti. Rob, Nima bo'ldi? sen zombi hayvonlar bilan urisha olasanmi? Menimcha urisha olaman. Yaxshi. Nimaga eshikni sindiryapsan? Axir chiqishimiz kerak-ku. Yoki shkaflarni suraymi? Menimcha surish osonroq bo'lardi. Endi tovuq yaxshi. Bo'ldi. Kun ham botib qolyapti. O'zi nega bu yerga kelganding? Mazam qochgan edi. O'zi kuz, havo sovuq, shuning uchun o'zingni ehtiyot qil. Yana bu ahvol bo'ladigan bo'lsa, shifoxonalar yopilib ketishi mumkin. Axir ko'rding-ku, butun shaharga jin ursin. Hozir. Bittagina shifokor qolibdi. Bularni kichkina va tezkorligini-chi? Sizlarda qurol yo'q, shuning uchun aytgancha men o'zimizga qurol topishimiz kerak. Bizda pistolet borligidan foydalanib turaman, chunki ortiqcha zararlanish shart emas. Ayniqsa sizlarda zirhli kiyimlar ham yo'q. Mendagi ham unchalik zirhli kiyim emas, lekin odatiy kiyimlardan ko'ra garajga qaytish kerak. Menimcha u yerda kiyimlar bo'lishi kerak. Axir garajni portlatib yubordik-ku. Unutibman. Endi garaj yo'q menda. Afsuski shunday amak. Qo'y. Hozir o'zimizga yaxshi kech ovqat tayyorlaymiz. Nimaga o'ldirding? Agar meni o'ldirmasam, zombilar o'ldirishardi va boshimizga yana bitta balo bo'lardi. Bu gaping ham to'g'ri. Mayli, meni uyim shu atrofda, xo'sh, poyezdlar yo'q, yaxshi. Menimcha yaqin orada poyezd ham o'tmasa kerak. Der, bilmaysanmi, faqatgina bizning mamlakatdami yoki butun dunyodami bu virus? Bilmadim. Agar u jin ursin, politsiya yoki harbiylarni o'chatib qolsak, o'shalardan so'rashimiz mumkin bo'ladi. Aytgancha, men televizordan ko'rgandim. Harbiylar bugun kelishlari kerak. Bugunmi? Bilmasam, lekin hali yo'q-ku harbiylar. Kun botay deb qoldi. Shunga o'zim hayronman. Agar kelsa, balki bizga yordam berishar, bizni qutqarishar, nima deysan? Qutqarishlari mumkin. Rob, seni uying nima bo'ldi? Meni haydab yuborishdi. Ijara pulini to'lamaganim uchun. Rob, senga aytgandim menikida yasha deb. Yo, sen bilan yashab bo'lmaydi. Mayli unda. Yo. Nima bo'ldi? O'zim ham tushunmayapman. Nimadir g'alati narsani hidi kelyapti. Ya'ni nima demoqchisan? Bilmasam hozir. Buni bu yoqqa tushmadim. Xuddiki bu yerda kimdir bo'lgan. Hisob. Eshityapsizlarmi? Eshityapman. Vertolyotmi? Menimcha balki harbiylar kelishayotgandir. Yaxshi bo'lardi. Ovoz kuchayapti lekin. Menimcha hozir ustimizdan uchib o'tishadi. Hozir qarab ko'raman. Jin ursin.